Dunyodagi 8-mo'jiza kitobdir, deydi ulug'lar. Kitob ma'rifat elchisi, tafakkurimiz qanotidir. Shu bois ham kitoblarni mo'jiza sifatida qadrlaymiz, mutolaa qilamiz. Poytaxtimizdagi Cho'lpon kutubxonasida yurtni sevgan otashin shoir deb nomlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Hamkasbimiz Yayra Abdullayevaning lavhasi shu haqida. Shunday ijodkorlar borki, o'zining dilbar asarlari bilan yillar o'tsa-da millionlab yuraklarda mangu muhrlanib qoladi. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidov ana shunday shoirlardan edi. O'zining sermahsul ijodi bilan o'zbek zamonaviy adabiyotini boyitgan, dostonlar, dramalari bilan mehnatsevar xalqimiz hayotini sharaflagan shoir ijodi bugun avlodlar tomonidan chuqur o'rganilmoqda. Kuni kecha Olmazor tumanidagi Cho'lpon kutubxonasida shoir xotirasiga bag'ishlab yurtni sevgan otashin shoir deb nomlangan tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda kitobxon yoshlar shoira O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi Farida Husaynova bilan uchrashdi va benazir shoirimiz haqidagi xotiralar bilan o'rtoqlashishdi. Bugungi tadbirimiz juda ham chiroyli o'tdi, mazmunli o'tdi. Ixtisoslashgan harbiy maktabning o'quvchilari, ustozlari ham bugungi davramizda qatnashdi. O'zlarining she'rlari bilan, o'zlarini savollari bilan faol qatnashishga harakat qilishdi. Yana hayron qoldirgan narsa o'quvchilarning qiziqishi. Ko'zlari yonib turib savollar berishyapti, quloq solishyapti. Har bir so'zimizga, gapimizga e'tibor bilan quloq solishyapti. Hatto ustozlari ham juda chiroyli Erkin Vohidovni tarjima asarlaridan o'qib berishdi. Albatta hamma yoshlarimiz ham ulardan ibrat olsalar, ulardan ibrat olib namuna olsalar yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Albatta kitob bilan oshna bo'lgan odam albatta hayoti yaxshi bo'ladi va mazmunli kechadi. Tadbirda Olmazor tumanidagi harbiy maktab o'quvchilari hamda hududdagi 133-maktab yoshlari ishtirok etib, Erkin Vohidov g'azallari, she'r va dostonlaridan o'qib, tadbir ishtirokchilari tomonidan tuzilgan viktorina savollariga javob berishdi. Erkin Vohidov nafaqat dilbar shoir, balki mohir tarjimon bo'lgan. Jahon adabiyoti asarlari, durdonlarini tarjima qilgan asari Sergey Yeseninning Go'daklikdan ma'lum har odam she'ri menga juda ham yoqadi. Ustoz shoir Erkin Vohidov ijodiga bag'ishlangan ijodiy kechamizda Toshkent harbiy maktabi va zamonamizning zabardast shoirasi Farida Sulton ishtirokida ijodiy kecha o'tkazildi. Men o'ylaymanki, o'quvchilarimiz bu ijodiy kechadan o'zlarida juda katta taassurot qoldirishdi. Shu kuni eng faol o'quvchilar shoira Farida Husaynovaning yangi to'plamlari bilan taqdirlanishdi. Maktab jamoasiga kutubxonaning tashakkurnomasi, esdalik sovg'alari topshirildi.